Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 3-avgust. Anchadan beri YouTube kanalimizga video qo'ymayotgandik. Sizga yana yangi monitorlar keldi. Bir qator narxlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Qanunda boshladik. Birinchi monitorimiz Immer brendidan 24 dyuymli bo'ladi. Flat ekran, IPS ekranli 120 Hz. Keyingisi, narxlar bilan aytib o'tadigan bo'lsa, 24 dyuymli monitorimizni $70 ga xarid qilishingiz mumkin. Keyingi monitorimiz Zifre brendidan oq bo'ladi. Bular ham 120 Hz bo'ladi. Narxi bir xil, $70 dan. Xuddi shu monitorimizni 27 dyuymligi, buni O'zbekiston bo'ylab dastavkalisi alohida, narxi esa $90. Navbatdagi monitorimiz Immer brendidan 200 Hz li 90 gradus diagonal holatda ham turadi, bemalol. Tezliklari 200 Hz, 27 IPS ekranli. Bu monitorimizning narxi esa $120. Navbatdagi monitorimiz bu ham Zifre brendidan 2K 100 Hz monitor. Buni asosan montaj akalarimiz yaxshi olib foydalanishyapti. Narxlari $105 dan. Navbatdagi Redmi dan igrovoy G seriyadagi monitorimiz 24,5, o'sha asosan 25 dyuymli. CSGO shunga olishyapti. Gerslari 300 Hz bo'ladi. Narxi esa $135 qilib belgiladi. Navbatdagi monitorimiz Lenovo Legion seriyasidagi 320 Hz ko'rishingiz mumkin. Full HD ekranimiz. Bu kishning narxlari $145. Navbatdagi monitorimiz MSI Mag seriyasidagi 27 dyuymli 320 Hz IPS 2K ekran bo'ladi. Bu monitorimiz narxi $225. Navbatdagi monitorimiz Immer brendidan 34 dyuymli 100 Hz bo'ladi. Assistent teva pastga bemalol tushib chiqadi, o'ngga chapga. Bu monitorimiz narxi esa $180 qilib belgilangan. Bemalol ilotish do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Yana boshqa mahsulotlarimiz bor. Birin-ketin joylab boramiz. Shunaqangi monitorlar uchun kranshtenlarimiz ham mavjud. Keyslarimiz har xilidan kelgan. Yana sekin joylab boramiz. Do'konimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida joylashgan. Ikkinchi maktab yonida. Shunaqangi keng assortimentdagi monitorlar, kompyuter notebooklarimiz ham mavjud. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.